Otni go'shti bizning mazhabda halol. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining so'zlarida makruh, Imom Mayning so'zlarida halol. Bizning yurt ulamolari shu Imom Mayning gapini olgan. Turkiya yana Shomdagi, Misrdagi ko'p Hanafiylar imomni gaplarini olgan, Imom Abu Hanifaning gaplarini, unga ko'ra u makruh bo'ladi. Otning go'shti. Endi ba'zi ulamolar harom degan gapni ham aytgan. Demak, otning go'shti haqida harom, makruh, halol degan gap turibdi. Halol degan ulamolarning so'ziga ko'ra otning go'shtini yeyotgan odamni siz munkar qilyapsan deb qaytara olmaysiz. Asta-asta. Nimaga desa, to'g'ri, qaysidir mazhabga ko'ra makruh yoki makruh tahrimiy, lekin ba'zi mujtahidlar so'ziga ko'ra u halol. Ayniqsa mazhabning ichida. Nima bo'ladi? Yemasangiz o'zingiz bilasiz. Lekin uni qaytarish sizga lozim bo'lmaydi.